KZTV. Qarshi olingizlar. Mereke qutlu bo'lsin kentavliklar. Assalomu alaykum. Hurmatli Kentov qalasi. Nega qutlu bo'lsin? Кто сказал, что Кентау исчез? Вот я не знаю, совсем глупец. Каждое утро я вижу тебя, дурак лукавый, а также и тебя. Если кто не верит моим словам, может убедиться в этом лично сам. Кто побывал в Кентау хоть раз, будет вспоминать еще не раз. Bir shahar bag'rida mangu abad urug'ovat yashar ko'ksini qalqon etar senga qora tog' gulla yashna jon shahrim Kentov gulla yashna jon shahrim Kentov. Xalqimiz omad bo'lsin, yerimiz tinch bo'lsin. Hamisha yaxshi kunlarda egazasak. Hurmatli qarang, shamoqlarimiz yangi. Yashna Kentov, bag'ring keng shaman, qalbingda bahra olib qushday uchaman. Qancha yiroq ketsam ham qaytib kelarman, chunki bag'ringdan meni o'stirgan onam, chunki bag'ringdan meni o'stirgan onam. Кто не знает, знаете, этот рай, город молодости, так и знай. Торопись, мой гости, не зевай, полжи зря ты не теряй. Ну а если кто и впрямь не сможет, чудо город наш мечта вам бредит. Не печись, друг мой, я готов, песня утешит тебя готов. Jon shahrim Kentov, gulla yashna jon shahrim Kentov. Rabbi